Akalar, xudo xolasa soat 5 ta kam 10 bizda hali ham ishdamiz. Samarqandlik akalarimiz yaxshi niyatda Jahon Motors kompaniyasidan mashina xarid qilgandilar. Abbosga yaxshi kunlaringizni buyursin aka. Xizmat bilan aloqadamiz. Kimga hadyaga olasiz mashinani? Ayolimga hadya uchun oldim. Xudo xolasa mana ertaga 22 yil bo'ladi oila qurganimizga. O'shaning uchun hadya qilmoqchi edim. Yaxshi kunlaringizni bersin aka. Xudo xolasa rahmat. Jahon Motors. Servisda kamchilik bo'lmadi? Yo'q, rahmat hammasiga kattakon rahmat. Xizmat bilan aloqadamiz aka. Qish uzunga berib qo'y. Kimga shunaqa buyurtmasi tayyor mashina kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqinglar, yomg'irmi qorni ishlaveramiz. Biz band qilib olib borib beraman deb o'tiribman. Oila qurganimizga 22 yil bo'ldi. O'shaning uchun yaxshi niyat qilgandim. Tabriklayman deb mana aytgan muddatimizdan bir kun oldin keldi. Rahmat Jahon Motorsga. Yaxshi kunlaringizni xizmat qilsin. Agar sizlarga ham shunaqa buyurtma asosida tayyor mashina kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqinglar. Qor yog'yaptimi, do'l yog'yaptimi, qo'ldan kelgan chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Videoni yaqinda mashina olmoqchi bo'lgan tanishlarga borib qo'yinglar. Kommentariyada chiroyli deb bildirganlarga kamida shunaqa mashinalar hadya qilsin. Koinotlar orasida eng go'zal sensan, eng go'zal sensan.